Assalomu alaykum, Yakov House obunachilar. Arzon bo'lsin, kvadrat katta bo'lsin, 2 etaj bo'lsin dedingizda, hovli joy topdim sizlarga. G'oybu oq maktabdamiz. Yaqinlar narxini ham siraz aytib o'taman. $79 ming azgina garashadigan yeri bor. Qaranglar, 2 qavatli 50 Toshkentskiy planda ko'ribmisizlar. 50 вообще шикарный. Bu yerda mashinalarni qo'ysangizlar bo'ladi. Katta darvozlar bor bu yerda. Bu yana Pajanuxotdan to'g'ri Pajanuxot emas, o'zingizni xoti bu yer. Bog' tarafdan o'tsangiz bo'ladi. Yaqinlar uyni ko'rib chiqamiz, ganglar. Geling. Bismillah, giravering. Marhamat. Bu yerimiz shuningdek katta dalan, yaqinlar. Yatib bismillah deb giramiz, xudo xolasa. O'sha g'olini o'zi 9 metrlik g'oli döşalib turibdi bu yerda. Yaqinlar bu yerimizda prixojniy rakvinalar qo'yilgan, prixojniy zona qilingan. Marhamat, zalimiz. Bu yerda shunday katta zalimiz bor, yaqinlar. Kattaligini ko'rib turibsizlar axir. Polniy aboylar, lyustralar, hamma narsasi shikarniy. Endi bu tarafni ko'ramiz. Bu yerda shunday katta dalondan ketaverishimizda eng yaqin yeri mana zina ishning beklidi yerda bo'lsa, ikkinchi tarafga chiqadigan zinasi bu yerda. Yaqinlar bu yerimiz oshxona. Shu oshxona mebel polностью qoladi ekan, döşək qoladi ekan, boshqa hamma texnikalar ketadi ekan. Bu yerimizda bir spalnimiz bo'ladi. Shu yerda bir bog' tarafdan bir ko'rib beraylik shu yerdan. Yaqinlar qaranglar, katta shuningna bog' taraf, zeleniy zonalarni qilib, barbekü zonalarni qilib qo'yaverasizlar, letniy tualetlar ham bor. Yaqinlar endi ikkinchi qavatni ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqaver zinalarimiz yana shunday mramorniy bo'lib, sotki bo'lib turibdi. Undan oldin bu yerda bir sanuzelimizni ko'ramiz. Sanuzel polностью ko'rib turganlaringiz hamma narsalari tayyor. Yaqinlar ikkinchi qavatga chiqqanimizdan bizani bu yerda birinchi spalnimiz kutib oladi. Bu yerni detskiy qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Polniy, kattaligi ajoyib, spalning garnitur hamma jihozlari bilan sig'adi. Bu yerda navbatdagi spalnimiz. Bu yerni yana bir detskiy qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Endi o'g'il qiz uchun отдельный qilib bersangizlar ham bo'ladi spalnilarni. Yaqinlar endi mana qaranglar, zo'r yeri. Bunda ota-onalar spalnisi. Buni kattaligi вообще zo'r. Отдельный divorlarni qo'yib, televizorlarni qo'yib, televizorlarni qilib bersangizlar ham bo'ladi. Bu tarafda qaranglar. Sizlarga bir zo'r narsani ko'rsating, dalan ikkinchi etajda. Kattaligini ko'rib turibsizlar buni. 50 ming вообще sigranniy bo'lib chiqib turibdi. Narxini o'ta darajada emas, даже o'ta darajada loyiq bo'lgan hovli joyimiz 300 metr kvadrat Toshkentskiy planda 100% remontlari tayyor. $79 ming. Pastda raqamlar bemalol murojaat qilavering.